Hocam o'zi oyoq ovishga foydasi bormi? Foydasi bormi? Xudo xolasa oyoq uvishiga 100% davo bo'la oladi. Birinchi navbatda oyoq uvishining asosiy sababi o'zi mana shu teri ostidagi kapillar qon tomirlari atrofini shlak bo'lib to'ldirib qo'ygan qonli bo'ladi. Sizlarga juda ham oddiy tilda tushuntiraman. O'zini yoshini yashab, o'lib bo'lgan qon bo'ladi. Bular xullas vena, arteriyada bosim hisobiga yurib o'tib ketib qoladi. Lekin kapillar qon tomirlar orasiga keladi va u joyda to'g'ri tomirni qo'lni yopib qo'ymaydi, chunki yopadigan bo'lsa nekroz yuzaga keladi, yemirilish va chirish bo'ladi. Demak, bu qon tomirni ichki devorini toraytirib, qon o'tadigan yo'lni kichraytiradi. Shuni hisobiga qon yaxshi aylanmagani uchun, qon yaxshi aylanmasa metabolizm past bo'ladi. Ovqatlanish, demak, oziqlanish, muskul to'qimalar oziqlanmaydi, kislorod yaxshi almashmaydi. O'shaning uchun oyoq uvishadi, tegi muzlaydi, jimirlaydi. Ayrim odamlar tegida xuddi cho'g'ga o'xshab qizigan holatda kuzatiladi. Ayrim odamlar oyog'i qaqshab og'riydi. Massaj qilgandan keyin og'riq kamayadi. Massaj qilgan paytda mana shu qonlar ko'chirilib, bosim hisobiga qon yaxshi aylanganligi uchun ma'lum bir miqdorda yengil bo'ladi. Lekin bu albatta vaqtinchalik. Demak, bu narsaning 100% davosi hijom bo'ladi. Buni qo'rqmasdan o'rish mumkin. Chunki 100% sizda ham, menda ham, unda ham, bunda ham hammada qon yashab o'ladi. Chunki qonlarning o'zini yashash muddati bo'ladi. Uni uzoq yashashtirishi iloji yo'q. Demak, 100% foydasi bor. Hocam o'zi umuman zarari yo'qmi odamlarga? Zarari, xudo xolasa hech qanaqa zararli tarafi yo'q. Faqat ayrim cheklangan holatlar bor. Gemoglobini juda ham past odamlarga, qon bosimi odatda juda ham ko'p tushib, qon bosimi pastga tushib turgan paytda qilish mumkin emas. Endi gemoglobin kam bo'lsa, qon bosimi odatda tushib turib, hozirgi kunda yaxshi bo'lsa, faqatgina yaxshi mutaxassis tomonidan qilinsa, ularga ham mumkin bo'ladi. Homilador ayollarga mumkin emas yoki masalan jigarida o'tkir gepatitni o'tkir variantlari D, S, shunga o'xshash ular jigar funksiyasi buzilgan odamlarda ham joni qilmagan ma'qulroq, chunki ularda qon ishlab chiqarish sekinlashib qoladi keyin. Demak, zarar tarafi yo'q. Endi ayrim holatlarda odamni qo'rqadi, kasallik yuqtirib olishimiz mumkin deb. Kasallik yuqishi mumkin qachonki sterilniy narsalardan foydalanganda. Demak, men bankalar, lezbiya hamma narsani sizga ishlatib, keyin boshqa odamga ishlatib yuboradigan bo'lsa, yuqish ehtimoli bor. Demak, bu bizda har doim abnaraziya holati o'tkaziladi. Xudo xolasa, u taraf 100% ishonchli. Demak, hech qanaqa zarari bo'lmaydi. Qaysi ishda ishlaydigan, qaysi kasb egalari ko'proq olish kerak hocam o'zi? Umuman olganda bunga odam tanlamaydi. Hamma uchun 7 yoshdan emas, 17 yoshdan 70 yoshgacha hamma o'zi umuman olganda olish kerak, zarur. Lekin ko'pchilik e'tibor qilmaydi. Eng juda ham ko'proq zarur odamlar harakati kam odamlar. Ko'proq o'tirib ishlaydigan, deylik o'qituvchilar, bankda ishlovchilar, o'sha kompyuter bilan ishlaydigan odamlar harakati kamroq bo'ladi, lekin ko'proq asabiylashadigan odamlarda qonlar tezroq quyiladi nisbatan. O'shaning uchun ularga boshqa odamlarga nisbatan juda ham zarur. Nima uchun desanglar, insult, infarkt oldini olish, undan tashqari o'sha qon tomir kasalliklariga chalinishi bu o'sha asosiy eng zo'r usuli ularning oldini olishi. Umuman olganda harakati kam odamlarga o'ta zarur. Lekin soppa-sog'lom odamlar ham olsa bo'ladi.